Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videomiz kompyuterlardagi grafik kartalarni, termopastalarni yangilash to'g'risida. Videoni o'tkazib olmanglar, sizlarga manfaatli bo'ladi albatta. Ko'rib turganingizdek, video kartamiz orqa tomonida 4 ta katta boltlar turibdi. Avval o'shani bo'shatib olamiz. Bo'shatib olganimizdan keyin sekin-astalik bilan platani kullerdan ajratib olamiz. Ehtiyot bo'lib ochasizda, bu tomonlarida ventilyatorlarga kelgan shtakerlari bor. Buzib qo'ymasdan yechib olamiz. Ko'rib turganingizdek, termopastasi qotib qolgan. Shuni hisobiga video kartalar qizib kattaroq versiyadagi o'yinlar o'ynaganingizda harorat ko'tarilib ketishi mumkin. Shuning uchun ko'proq o'yin o'ynaydiganligi o'sha o'yin ishqibozlariga video kartalarini tez-tez har 6 oyda yoki 1 yilda bir marta o'sha termopastalarni tekshirib turishga yoki mutaxassisga murojaat qilib termopastalarni almashtirib turishlarini maslahat beraman. Shunda ushbu video kartalarning umri uzoq bo'ladi. Termopastani eskisini ko'chirib olayotganda ehtiyotkorroq bo'lish kerak, chunki bu yerda nozik turbalar bor. Sovutish turbalarini ko'chirib olmasdan ehtiyotkorlik bilan ishlash kerak. Ikkala tomonini ham tozalab olganimizdan keyin termopastani surtamiz. Uchgacha qilib surtib qo'ysanglar yetadi. Ustidan kullerni bostirganingizda o'zi atrofga yonga tarqab ketadi. Agar ko'ninglar bo'lmasa, o'zini mana bunaqa shotkachasi bo'ladi. Lopatachasi o'sha bilan yoyib qo'yishinglar mumkin. Termopastani qalin qilib surtish tavsiya etilmaydi, chunki kelayotgan sovuqlikni yaxshi o'tkazmasdan qizib qolish ehtimoli bor. Video kartamizni qayta joyiga yig'ayotgan paytimizda kuller bilan bog'lab turadigan kabellarni ehtiyotkorlik bilan joyiga olamiz. Keyin yana ehtiyotkorlik bilan o'zini joyiga moslab olamiz. Mana video kartamizni ham yig'ib oldik. Endi bemalol qo'yib ishlatishimiz mumkin. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.